Nimasidan hozir kayf qiling? Например, ichib olib nima qilib yuring? Ichiymi, chakiymi, nima qilib yurishi mumkin? U narsada menda kayf emas. Bilasanmi nimada kayf? Soqqani qilib, yaxshi kiyinib, например, ota-onaga, например, sovg'alar qilib, chetlarga uchib, masalan, rasmdagi video просто yashash mazza emasmi? Mana shu kayf emasmi? Kim shanba va masalan 5 kun ishlab, shanba yakshanba tezroq shanba bo'lsin deb ishdan chiqib ketib, shanba polni ichib olib, o'ziga kela olmasdan yakshanba kun polni qusib, yana dushanba kuni yash ko'rmagan ishga borib, mana shumi hayot? To есть, mana shunimi kayf? Massa borim berim, harakatliga makelim, qat'i elim, ishonchi yoshlikdan sezdim, rejani terdim, kecha kunduz ter to'kib erishdim, bu yo'lni sevdim, qofiyaga to'ladi dilim, o'lodi she'rim, bu she'riyatni eshitar elim, ona yerim, yo'qqa to'ladidir